homiladorlikda chiya zig'ir urug'ini ozish uchun iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda ayollarimiz nazarda tutinglar, homiladorlik davrida aksariyat ayollar vazn yig'ishadi. Ozish mumkin emas. Sabab nimaga? Sabab homila katta bo'lgan sari ayolning vazniga vazn qo'shiladi. Biz homiladorlik davrida ozishni emas, balki vaznni sog'lom olishni reja qilishimiz kerak. Masalan, ayol homiladorlik davrida o'rtacha 10-12 kilogramm olish kerak bo'ladi. Agar u ayol haddan tashqari kichkina ayol bo'lsa, ba'zi holatlarda 15 kilogrammgacha vazn olishi mumkin. Aksariyat holatda tug'ruqdan keyin emizish davrida bu vaznni tashlash sizga oson bo'ladi. Agar siz homiladorlik davrida 20-25 kilogramm vazn oladigan bo'lsangiz, albatta homiladorlikni o'zi og'ir o'tadi. Bir, ikkinchisi keyin tug'ruqdan keyingi davrda ham vazn tashlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz homiladorlik davrida vazn tashlashga emas, balki to'g'ri, ya'ni o'sha o'rnatilgan sog'lom vaznni olishga harakat qilishimiz kerak. Agar siz homilador bo'lib turib vazn tashlashga harakat qilsangiz, bu bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.